Assalamu alaykum Okean televiziyasining aziz ko'ruvchilar, sizlar uchun xizmat qilib kelayotgan Tağır san'ati programmamizning yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Madina Dilshod. Yaqinqi yillardan buyon partiya hukumatning adabiyot san'at ishlarini qo'llab-quvvatlashi natijasida diyorimizning kino televiziya ishlari jo'sh urib rivojlanib, nurg'ulg'an nodir kino filmlar barliqqa keldi. Şinjan televiziya stansiya bu jihatda madaniyat tarqitish shirkatlariga yeshil chiroq yiqib, Uyg'ur kino televiziya ishlarining taraqqiyotiga davr xarakterlik o'zgarish yasadi. Programmamızın ekran sahibisida bugun biz Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklash shirkati, Şinjan nishon e'lonchiligi birlashib ishlagan 50 qismliq Ata Arzusi nomli televiziya teatrining rejissyori hamda bir qism artistlar bilan suhbat o'tkazamiz. Lekin bu filmning surat kelishlari texi oxirlashmaganligi uchun biz film ilish naq maydoniga berib, mana bu artistlar bilan hamda rejissyorlar bilan suhbat o'tkazdik. Qinoqliq bo'lsa, textinglar suhbatimizning naq maydondagi amaliy ahvolda bo'lsin. Ata Arzusi namlı bu köp sınıf televiziya teatri şu şehir turmuşunu aks ettirdiğen köp kısımlık bir televiziya filmi. Filmimizde şehir turmuşta yaşayotgan şehir temasının asası özünün ifadalaş vasıtası yoki gavdlik hikoya qurilmasi qilib e'longan bir televiziya filmi. Filmimizde tomoshabinimizga tanishlik bo'lgan taniqli artistlar, ataqliq operatörler, senaristlar amalan o'zgartirishgan. Asrimizning markaziy ideyasi shu hozirgi jamiyatimizga oila orasidagi bolalar bilan ota-onalar orasidagi o'tirishni munosabat, ashlar orasidagi ziddiyat, ashlar orasidagi uqishmaslik, bir-birini tushunish, hosil qilish ehtiyojiga intilayotgan hikoyalar turmushimizga ilinib, uni hamda biz hamda har xil vositalar orqali, uslub orqali buni san'atkor tomoshabinlarga bir ifodalab beryapmiz. Asrimiz 8 ayning 4'ü tunji surat kelishga boshlab hozirgacha 3 ay atrofida ko'rish ilinib 3 ay atrofida bo'ldi. Belki yana 15 gün atrofida oxirlashi mumkin. Asrimizning ko'lam jihatim bir qadar cho'ng, atlagan fasllari yoz, kuz, qish har bir faslni atlab chiqyapti. Balkim bundaq bo'lishi oxirdagi asarning chiqqandan keyin ko'rinish jihatda bir qadar boy, ko'rinishning sifati yaxshiroq bo'lishi mumkin. Hamda artistlarning rol elish jihatdan bir xil o'zgarishlik bor. Biz hamda masalan Abdulla Abdurim, Xayrullo Hasan, Guljamal Matniyaz, bunun boshqa Qiyin Muallim, Aynur Ahmad, Po'lat Tursun har xil saptiki, har xil o'xshamagan tipdagi obrazlarni yaratish uchun o'xshamagan artistlarni tanlab keldik. O'zimning hozirga qadar e'lonlagan suratlarning ichidagi ko'rib o'tgan yoki menga his qilgan narsalarım balkim tomoshabinlarni ashuni his qilishi mumkin. Yaqindan beri chiqayotgan Uyg'ur tilidagi filmlar orasidagi o'zicha bir xil uslubdagi bir film bo'lib chiqishi mumkin. Bunga albatta biz davomli yanimizda tirishib, o'zimizning oxirigacha balqib yotmay, asarning baldaroq tomoshabinlarga oldiga chiqishga tirishib bog'liq. Asar hozir planimiz bo'yicha aytganda kelay 2017-yili chaqandan keyin, bayramdan keyin tomoshabinlar yuz ko'rish mumkin. Albatta bu televiziya stansiyasining bir tash o'rnashtirishiga oxirgi kirishtirish mas'ulligi
mesele çıkmaydigan ahvalda işte göründü. Endi aç vaqtga ulgatishga bizim tirishimiz. Qag'im namdi tamaşmını eser ko'rgandikan qanday talablar bo'ldi, qanday baholar bo'ldi. Shu vaqtda tamaşmlarni anglamiz. Va alaykum assalom. Sizning o'sha filmdagi rolingiz haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Filmdagi asosli mazmuni bir shahar turmushidan ilingan hikoya bo'lib hamda shu men qatnashgan obraz bir dadining obrazi bu asarda. Shu asosiy mazmun bir anasından kichikli yetim qolgan 3 balını hem ana hem dadının o'rnida beqib qata qo'shgan bir otining shu jafo mushaqqatlari, onun beshidan o'tgan kechirmishlari, onun arzu armonlari, bu kishining farzandlaridan kutadigan umidi qatorliq mana shunday bir yurish mazmunlar asarningizda to'qinishlari orqali ba'zida keskin, ba'zida lirik hikoyalar orqali o'z ifodasini topgan bu film 50 qismga men olgan dadining obrazimi 57 yoshlik odam. Birda odamni xushal qilib hayajonga solsa, birda bir azobli tuyg'ularga boshlaydigan hayat qismatlari aks ettirildi. Shahar turmushidan ingan bilan shu o'zimizning Uyg'ur turmushida az bir qism oilalarda saqlanayotgan ba'zida to'qinishlar, farzandlar bilan ota-onalar o'rtasidagi o'zaro kichik tushunishmasliklar tufayli yuz berayotgan ziddiyatlar, farzandlarning qasddanlik bo'lmasimi ota-onasiga haqiqiy chin dilidan mehr berolmayotgan, o'zini gerçi mehribon bir farzandlar qatorida sanayotgan bo'lsa-mu, ota-onaning haqiqiy ko'nglini tushunolmayotgan mana shunday bir talay haqiqatlar aks ettiriladi buningda. Filmninki boshdan oyoq qatnashgan artistlarmi bizni intayin xushal qildi. Men atına obrazını yaratgan bo'lsam, mening shu hayotda uchragan barliq jafo mushaqqatlarimga tan sherik bo'lib yurayotgan bir singlim bor. O singlimning rolini atoqliq aktyorimiz Xayrugul Hasan. Onundan başqa bizning opera o'makning yana talantli aktyorlardan Aynur, naqshchimiz Po'lat, naqshchimiz Ablajon Ayub, yosh talantli aktyorlardan Adiljon, Murodil, Mukarram qatorliq farzandlarimizmi nəhayət bir bu fursatni chang tutib o'zininki aktyorlik sohasida talantini namoyon qilyapti. Menimcha bu asar mana yana jiq bo'lganda bir oy ichida asosan surat elishini tamomlab bo'ladi. Gerçi jafo mushaqqat bo'lsa-mu, qishda yozni, yozda qishning ko'rinishini elishga to'g'ri kelsa-mu, kunduzda kechini kunduzda elishga to'g'ri kelsa-mu, aktyorlardan tortib bütün texnikalar vaqticha hech qaysi bu xizmatdan bo'sh baqqini yo'q. Menimcha cho'qim kelar yili ekranda qo'yilgandan boshlab qarindoshlarimizning aytdi olqishga erishadigan bir asar bo'lib chiqdi deb o'ylayman. Ham shunday bo'lishini umid qilaman. Men arzuyimni o'tirg'a qo'ydim. O'rinlash-o'rinlamaslik sizlarning ixtiyoringlar. Oy kızlar! Lan açtınız mı? Şarada kirvanlığı ne amma? Assalomu alaykum Xayriyat. Aleyküm assalam. Sizning o'sha filmdagi rolingiz haqida bizga qisqacha so'zlab berasiz. Buldu. Men bu qatımlıq filmdə asaslı obrazlarının biri bo'lgan Pərvər obrazını yaratıbatımən. Özümün bu obrazga tanlanğandan intayin xoşal. Çünki hər qandaq bir artist yaxşı obrazga uçurmasa, bunun hər qancha texnikasi, nami bo'lgani bilan
yana qiyinchilikqa shu bir sahnadan mahrum qolgan bo'ladi. Bu qatim bu obrazni o'zim bak yaxshi ko'rib o'ynayapman. Haqiqatan Uyg'ur xalqining esida qolg'dak, shularning turmushidagi hali opasiga yoki hammasiga yoki otasiga birsi o'xshag'dak shundoq bir o'z xarakterimiz bor bir obraz ekan. Bu obrazda shundoq bir Uyg'ur ayollarining tipik misoli qozon beshini yaxshi ko'radigan, oilani suyadigan, pokiz, özü canlıq, türgün, ah göngül, şundaq bir obraz. Bu obrazni ham mükemmel yaratishga tirishayapman. Eng yaxshi ta'lim bo'g'ini bu qatim hamkorlashgan bizning ataqliq naqshchiyo'limiz Abdulla Abduriyim, aning ustiga yosh yetilayotgan, eng dongliq bo'lgan Uyg'ur xalqi bek tunishliq bo'lgan Islomjon Varisning rejissorligida. Yaxshi rejissorga uchragandan keyin talab yuqori bo'lgandan keyin biz shu talabga yetish uchun jabal tassaqmi obrazimiz mukammal chiqar ekan. Shuniga bak xush bo'laman. Rahmat aka, sizga qimmat vaqtingizni chiqarib suhbatimizga qatnashib ko'p rahmat. Sizlarningmi bizni qo'llag'ininglarga rahmat. Xizmatni buzar qilayotganingiz shu. Ha, shu. Bag'anda bilsin. Nima qilaman oyda? Ağlasın. Assalomu alaykum Oynarada. Va alaykum assalom. Sizning o'sha filmdagi rolingiz haqida qisqacha so'zlab beramiz. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum ekran oldidagi tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Men Shinjon san'at yurti opera teatridan Aynur Ahmad. Mush ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimda intayin xursandman. Bu qitimqi Ata Arzusi filmida men Abdulla Abduriyimning cho'ng qizi Hissat obrazini yaratdim. Abdulla akam olim obrazini yaratdi. Olim otaninki cho'ng qizi Hissat obrazini yaratdim. Endi bu Hissat degan qizninki xarakter jihatda nayt keskin, xizmatga o'zini beg'ishlagan, kasbni birinchi o'rin qo'ydigan, oilasida hech qanday ish aralashmaydi bu qiz. Hatto bir piyal qachinim jumaydi. Lekin kasbga o'zini shuncha beg'ishlayotgan, asta hozirgi zamondagi oldin qatorda kasbni muhim o'rin qo'ygan qizlarning obrazi. Buningda qiynalmadim desam xato bo'ldi. Bu qizning xarakteri keskinlikdanmi ishib ketgan xarakter ekan-ku. Bu qiz endi butun hamma ishlarning hammani shu xizmatga beg'ishlayotgan, uyda hech qanday ish qilmaydigan bir qizning obrazi o'g'ashqa. Bu uyning ichida ota-onasiga hech qanday mehri yo'q. Endi yaxshi ko'rdi ota-onasini. Bu qizningki endi kichigidilam apasi to'yib ketgan, dadasi beqib cho'ng qilgan qiz ekan-ku, bek aki cho'ng bo'lib qolgan. Uydilam varang-churang qiladi. Kasbda idorasiga shirkatga borgandan keyin boshliq liderlarning oldida shunchalik hamda o'zini shunchalik bir xil muloyim, pek yaxshi tarbiya ko'rgandek ashunaq bir obraz ashta yaratdi bu qiz. Lekin uyning ichida pek aka. Dadasiga aykilaydi, ufuqlarga aykilaydi, mening rastaydi bu qizchu. Uyning ichida varang-churanglam. Urishtalash yoki jiga. Bu uyning ichining ko'rinishini olgan chog'da ish qilib ma maydonda urishtalash bo'lgan bo'lsa, yana bir maydonda jiga. Yana bir maydon jigidan keyin yana urishtalash. Horg'inchilik ichida o'lib qolayildi-doq. Andan keyin shirkat kirdik. Hozir shirkatning ichida nayt japaliq qanday? Nayt muloyim holatga qaytdim-chi. Ham mening qiynalgan yerim. Uyning ichida aka nayt o'zini qo'yib o'zining asli xarakterini ichini ifodalaydi bu qiz. Lekin shirkatning ichida o'zini yasalma holatda. Yasalma holatda. Ikki xil yaratdim-da obrazni. Shu ikki xil obrazni yaratish tampoliqni saqlashda sal qiynaldim. Lekin hozir endi rejissorning yordam berishda sal qiyib ketib qolsam, Aynur bu yer bunday emas, ma'qul xarakter mundaraqdi, hozir bu uy emas, ma degan shirkat deb rejissor Islomjon akam shunday yaxshi tanishib berdi. Shu jihatlarda hozir men o'ylayman, men mushkamgacha yaratgan obrazlarim ichida hammadan yaxshi ko'rib yaratdim. Hatto Mustaqilgan Mehmon filmda Ayna obrazi shunchalik xalqlar yaxshi ko'rib, meni ko'zlam Aynur demaydi, Ayna deydi-chu, chiqlar. Telefonlarga Ayna deb kirgizib oladi. Endi shu obrazni xalq shuncha yaxshi ko'rgan, lekin endi shu obrazni yaratgan vaqtimda men bek yaxshi o'yindim deb o'ylab ketganman o'zimcha. Lekin ma filmni Hissat obrazini yaratgandan keyin haqiqiy o'zimni yaxshi ko'rib bek ichi kirib o'yindim. Anandagi rejissor, atrofimdagi ustozlarim, Abdulla Abduriyim, Xayrigul odam hammasininki tamomkorligida ish qilib o'zim rozi bo'lib,
har bir maydon ko'rinishini shunchalik rozimanlik bilan yaratdim deb o'ylayman. Endi xalq ko'rgandan keyin qanday baho berdi? Shu vaqtda bilamiz. Rahmat. Rahmat dada. Atlaq. Beşağır etken adam bakmazsınız. Bana Sadiq Bey'in mi bu? Qaysar bilan ishimizga shart bor degan. Assalomu alaykum Mayrada. Va alaykum assalom. Siz shu filmdagi rolingiz haqida bizga qisqacha so'zlab berasiz. Men bu filmda Berna roliga chiqdim. Buning obraz bo'lsa, shu bir doktorxona boshlig'ininki birdan-bir atoli qizi, birli yog'iz bola. Ham kichikdan bak ag cho'nqan, ko'zining ichiga qarab cho'nqan bir qizning obrazi. Hamda o'zi bir yasanchiqroq, aka nima desash mening roz deb endi ota-onasining sizgan sizg'idan chiqmaydi biroq otasining sizgan sizg'idan chiqmaydigan hammasini ota-onasi qilib bergan ashta bir qizning roli. Ham shu filmniki bosh rol olim otaninki kelining rolda, ikkinchi o'g'ilninki ayol bo'lib chiqma. Gerçi men bundan burunmi filmlar qatnashgan bo'lsam-mu, endi qandaymiz o'zimning kasb usuligan ekan. Uning ustiga bu endi 50 qism film rostga qilsam xeyli og'ir to'xtadi. Bu obrazni intayin endi murakkabroq obrazga ish qilib shu atrofdagi mush filmga birga qatnashayotgan ustozlardan, rejissyorlardan o'rganish orqali, ham ularning o'rgatish orqali bu obrazni xeyli yaxshi yaratdim deb qarayman. Men kiyimimni ko'rib turibsiz. Bugun meningki og'rib qolib doktorxonada yetib qolgan ko'rinishimni olgan. Shu 2 soat yig'lab bulamay hozir shu yerdan tushib turishim shunga mush doktor kiyim bilan so'zlab ketdim. Endi bo'libmi shu yig'laydigan ko'rinishlar menga sal ig'ir to'xtatadi. Ammo rejissyorlarning kuch berishi, atrofimdagi artistlarning menga kuch berishi orqali endi qolganini kelar yili mush film tomoshabinlar yuz ko'rishgandan keyin tomoshabinlar nima deydiki, qanday baho berdiki. Rahmat dada sizga. Arzimaydi sizga rahmat. Rahmat dadamga kelishib bo'lgansan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz shu filmdagi obrazingiz haqida bizga qisqacha so'zlab berasiz. Bo'ldi. Men ismim Adil Abdurazaq. O'tgan yil Markaz teatr institutining kino aktyorlik kasbini bitirib, shu bu yil Urumchiga qaytib keldim. Endi men bundan keyin shu o'z kasbimni Urumchi taraf taraqqiy qiladigan ishim bilan ham demişəm məlumatım. Endi bu mening tunji qatim Uyg'urlarning Uyg'ur tilida ishlangan filmga qatnashib chiqishim. Men burun Xanzurlarnikiga qatnashib atroflar taraqqigan. Bu filmda men shu Abdulla ustozning cho'ng o'g'liniki, ya'ni Jasur doktorning obrazini yaratdim. Shu hozir ko'rinishib mana ustimdagi kiyim shu doktorning kiyimi. Endi men bu film nihoyatda yoqtirib bu obrazini bir yaratmoqchi. Nima desangiz bu menga o'xshash o'qish bitirib yangi xizmatga chiqqan, to'y qilish oldidagi bir yoshning obrazi ekan. Andan keyin to'ydan keyingi ko'rinishlar bor ekan. Endi menga ozroq qiynalgan yerlar shu qaynab qanday muomala qilish, ular bilan muomala qilganda, paranglashganda qanday nimalarga diqqat qilish degandek ishlar ozroq qiynaldik. Ham bu joydan bizning yerimizdagi ochilarimiz, akalarimiz, cho'ng ustozlar, Islomjon akam, rejissyorlar ajoyib yaxshi bir usullar bilan bizga tushuntirib chiqib utuqli bo'ladi deb o'ylayman. Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Sizni bu yerga men zo'lab keldim-mi? Dadam bizni zot nima sababdan arz qilib bildingmi? Bilishmay yaramas. Tuzlik gap qila. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshimi? Siz shu filmdagi rolingiz haqida bizga qisqacha so'zlab berasiz. Bu filmda men og'ir rol shu bosh personaj Olim efendining shu eng kichik o'g'li Qaysar. Endi bu o'zbek aksi qaraganda sho'xroq, mijoz tuptus, ichida nima bo'lsa deydigan edi. Atrofdagi bu muhitlar bilan kari yo'q bir bo'lgancha endi. Shu bu rol menga tegdi dastlabda. Kitobni o'qigandan keyin bek yaxshi ko'rdimcha. Bu bek odamning izidan qog'idek yaxshi bir rolga ish qildi. Dastlabda ko'rib shu bu rolning menga teganda shunday qo'shildim rejissyor, chunki Islomjon akam rejissyorni ko'rib texmi qo'shib artistlarning tizimiga qarab va o'zlarining naqadar ta'likligini his qildim-da endi. Dastlabda xo'shalliqim balki hayajon bo'lib qoldi. Hayajonlangan ustiga menga bisim bo'lib qoldi-chu. Chunki men o'qish bitirib san'at maktabining aktyorlik kasbini tunji qatam mandaq cho'ng hajmdagi filmda bundaq muhim rolni olib chiqishimcha.
Şun qanday qilaman? Agar bu men yaxshi kelamsam, qolgan Abdulla, Abdurim, Xayrulasan, Aynuraqcham degandek, Aynur Rahmat dedimizdek cho'ng ustozlarimiz qaytib kelsa bo'ldi. Shundan dastlab qo'rqib qanday qilaman endi naq maydonda. Yosh kelamay qolsam endi ko'ngilsizlik bo'lib qolam deb. Lekin u o'ylaganlarim butunlay endi ortishib chiqdi-da. Abdulla akamiz ham endi rolga yaxshi kirsin deb bizni. Turmushda mayli rol olgani bo'lsa yoki ep bo'lganda bo'lsin. Hukam demay bizni aytdi, "Voy balam, Xayrul opam shunda opa deyman-da Xayrulasa ustozni. Voy balam, hukam emas, balam mushtav yaxshi qilyapti, sen yaring manda bo'ldi, manda deb o'zining vaqtini chiqarib turib, ssenariyni qo'liga ilib, hatto biz rol olgan vaqtda o'zining roli bo'lmasmi, apparatdan yana turib ko'rib bizni. Ammo gap manda bo'ldi, manda bunday yedaklab manda Aynur ocham texim shu. O'sha o'zining vaqti bo'lsa, makaf hukam agipdan o'xshab beray deb jiddiylikni pasaytib, meni o'pta yedaklab menga vaqtda o'sh qilib, o'zimning bu filmda hamda qanchalik taleylikligini his qildim desam bo'ldi. Mushtaq yaxshi rejissor, yaxshi film ishlovchilar bilan bo'libmi yaxshi artistlarimiz hamkorlashib, men kasbiy jihatda bek yaxshi bir umr asqaqidek filmlar yiqyotdi hamda. Ishqilib, eng xush o'g'ashim o'sha cho'nglar bek yordam qilyotdi bizlarga. Qolgan endi film qo'yilgandan keyin tomoshabinlar ko'rsa, shularning basi hisob. Shular yoqtirishni umid qilmayman, bizni tirishyapmiz. Rahmat sizga. Rahmat. Bu akam xotna lamdo ya, aytgan bu. Olamsa. Sizlar menga adamning oldida mas'uliyatni olib bo'ldi. Sen demasdan Ata Arzusi nomli bu televiziya teatri rejissor Islomjon Varis aytgandek kelar yili chaqarning oldi keyinda ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishdi. Film qo'yilgandan keyin ko'rurmanlarning yoqtirib ko'rganligiga ishonamiz. Shundaqla Shinjang televiziya stansiyaning mana shundaq nadir filmlarni ko'plab ishlab ko'rurmanlarning huzuriga sunishiga tilakdoshlik bildiramiz. Men arzuyimni o'tirg'i qo'ydim. O'rinlash-o'rinlamaslik sizlarning ixtiyoringlar. Qenanang shundaq debdi-da. Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Bu akam xotna lamdo ya, aytgan bu. Balalarınız cho'ng o'pdi. Axir bir kun to'g'ri tushunasan. Savrlashtirgan ishma bu. Yeni kechikib qoldik qarang. Shuni akir bo'laylik. Ya. Sayliqi navsi shu bir shugo. U uning qo'ldan qarayotidigo. Ben bugün benden doğrulup para alacağım deb. İşkanlar başqa dünyanın kişileri. Rahmat dadamlar kelishib bo'lgansam. Aleyküm assalam akasi. Ne ko'ratdim? Qiz ko'ygini olgan. Sizmi anlab qapsiz ha? Ha? Statga doklat qilgan bo'lib ketdi. Qiyri bo'ytoq. Senin somka. Saramsın. Ben bilan qattiq ko'rdim. Oy, Islat! Lan daştılıklı! Beshig'raydigan odam bo'lib qolsiz. Menga Sadiqa begining ma bu? Aka! İçeride kirvanmığı ne amma? Ben ölet kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmayız. Olamsa. Islat kim odam bu? Dadam doktorxonada. Taha? Yaxshi bo'layotdimdi. Sen bizni rastla arz qildingmi? Uning xoliga vaqti keldigan so'riningmi? Maqsad qoldi. Dadam bizim zaten neme sebepini arzu kıptı buldun mu? Kim o? So'qmoqchining qizi edansiz. Qaysar bilan ishimizga shart bor degan. Bu işlemeye yaramaz. Tuzlik yap qila. Mavu biliq narsa. Demsammi demak keligini bilsiz-ku deyman. Ha? Nima? Ha, so'qmoqmi? Sizni bir men zo'lab keldim mi? 我老朋友怎么会帮你呢？
Sizler bana adamdan oldu da masif besan alıp oldu. Sen de demesin lan sen. Ko'ngil yerim qilmag'ina bo'ldi. Qaraganda ishlar o'ng'shalgandek turdi, ha? Bu bolalar shundoq tarbiyasiz cho'ngib qoldi. Oshayliqi sarang advokatda shu. Sazaqlab turma hozir baray. Onanga menden salamda. Siz uchun o'tiq kirishga tayyorman. Men sening to'yingga qo'shilmayman. Men nimani xato qildim? Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurman do'stlar. Nima qilaman qo'ydim seni? Ay ko'zingizni ochma. Appa! Bag'anda bilsa. Biray shu o'mg'andi. Qizim. Xizmatni buzar qilayotganingiz shu. Ha, shu. Direktor bu. Men har kuni ashunda yashayman. Siz izlab bomg'ayib qolmadi meni. Saqchi. Jasurga qizimni beramdimi? Sayli qushqu. Bunun ikinci sizler bilen muşu ettirme. 这个呢是地基。 Cesurla uyu muşunu. Aş jipidan jingisigacha xislatga doklad qilgan bo'lib ketdi. Agar haqiqatan soqchisiga sho'p qolsa, odamni chiqishini doim deb. Nima deydigan sen Kanja? Bak beg'araz bo'ladigan. İşte tushudingmi? Xudingmi degandan boshqa nima ish qilib bera oliding? Uyni setib turdingmi? Ketmeyman ben. Şu alim bu takı. Her ikkilanlar mening yurak var ha. Yeni kechikib qoldik qarang. Bunga Ballarımın konuğunu utanmay kilovatlandı. Ağlıya bop kaldım da hemen. Bo'lmishchi bu to'yni qilmag'uliq. 我家家班就行了。 Kim yaramazken ben azaqtım ama. Ne ançımın çişi kılıp tutsam bulamdı nima? Nasıl qilmag'ansiz direktor? Do'konni topshir da'vatdamda. Kim shundoq dedi sana? Sirtdan tabiqi og'ir odamni faqat yoqmaydi. Sizlar biz bilan birga ushlab tura olamsizlar? Anda bu zaqildiganlarga taqabul turish uchun. Voy nimbopsan. Ağlısın. Saylıkın ağası şopur şuğa. Her kişi yoksa özgerse şu ayağın kişi için de. 100 mingga bir mashina bo'lsa. Muborak olsun dada. Sizni bu g'avol deganlarda Ana bize. Ballarınız çok mutlu. Aydınız mübarek olsun. Qiynat kuyovi taz bir mungdishayli debdi-da. Savat aldım. Rahmet bala. Siz menim ko'rib qoldingiz. Shuni akir bo'lmayman. Shuni ya. Qondiribli kelimiz. Dadam uchunmi, men uchunmi? Dadam doktorxonada. Ismin ochiq tutib yetqazsin demoqchimi? Meni so'mkak. Saramsiz. Kim pul bilan to'y qilma debdi? Lekin ularning qonunsiz ishlari bilan mening aloqam yo'q. Sug'urtangiz bu yo'qda, ha? Sağım şunda tüyünü diken bu balla. Kızsız arlaşmaya yapmışlar. Бүгінгі заман Uyghur teatrçılığının töhfigari, ataqlıq sənətkar, talantlıq aktyor Reyhan Kerim 2016-yılı 2 ayının 7-cü günü keşdə yürək kesili tuyuqsuz qozğulup 78 yaşında Ürümçidə bəxtə qarşı aləmdən ötdü. Mərhumə Reyhan Kerim 1938 yılı 12 ayının 24-cü günü Ürümçi şəhərində doğulğan. U başlangıç mektepni 1945 yıldan 1951 yılgacha Ürümçi şehrida o'qigan. 1955 yılı 10 aydan 1957 yılı 9 aygacha Beijing Kino institutining sobiq Sovet ittifoqi mutaxassislari ochgan aktyorlik kursida o'qigan. 1957 yılı 9 aydan 1964 yılı 6 aygacha Abdunum rayonluq Naqshi usul Darama ömikida artist bo'lgan. 1964 yılı 5 aydan 12 aygacha Markaziy teatr institutining rejissyorlik fakultetida bilim oshirgan. 1987 yılı 12 aygacha Xinjiang opera ömikida xizmat qilgan. Mərhumə Reyhan Kerim bir ömür Uyghur teatrçılıq sipida xizmat qilib, barliqini avtonom rayonimizning madaniyat san'at ishlariga beg'ishlab, bugungi zaman Uyghur teatr san'atining gullanishi va rivojlanishiga zo'r töhfa qo'shgan töhfikor san'atkor. U o'z hayotida 1955 yildan boshlab Avgust bo'ronlari, Ko'rash yo'li, Kutilmagan to'y, Tamg'ini tortib elish, Qizil chiroq, G'uncham, G'ayrib sanam, Ana va bala, Nurxon,
Əcəl Sırtmıqı qatarlıq 30-ga yaqın elimiz və chet elning məşhur drama və operalarda asaslıq personajlarning rollarini muvaffaqiyatli o'rinlab hamda bu obrazlarni haq dodiga yetkazib yaratgan. Onundan başqa u yana İki avlod, Anarxon qatarlıq kino filmlarda rol elib, xalqning yuqori bahosiga va hurmatiga sazovor bo'lgan. Afsuski, mərhum bizdən vaqtsiz ayrildi. Mərhum Reyhan Kerimning nomi mangu o'chmaydi. Nomi dillarda mangu yodlanadi. Tövəndə mərhum Reyhan Kerim rol algan kino və dramalardan ariya ko'ringlar. Көңіл қойып тыңшаңла сөзлерімні, қарап тұрған ата-ана қыз ұғылдар. Той дегеннің қауғасыны көп көріп, пәрзат үшін бағыр күйіп пішқаллады. Хабар қылып шәһәр içi тишіға, мәмбиятлық қымақшымен қызымны, çoğu toy için жабдықланы тәл қылып, ада қылай бойнымдегі қарзымны. Emrahım! Dağıdayım kemini kızın apkaçıdığın peşi 10 miken, Osman çıksa tapın edin, yekiriz kokulsun tat çıkamına. Ya Hazret, ya Hazret. Aysxal, emdi açığınlığa hayverinlar. Eğer o Fazılcan degen bala saat 11'de kelime deptiken, saat 11'de mi özü az kaptı. Kelse, kaide yosununu kılıp odurak kutup koyaydı. Ben doktorhanığı verip, belimge bir bank koydum kirey. Vay bele. Kes özün tutup koyamı. Vay bele. Ya Allah, ya Allah. Ma toyunun tayarlığını bir kulumunu 10 kılamasam, bu Fazılcan degen kıçını saklama emdi. Kimning mi köys kep qalgandigini? Riske atıdı. Fazılcan degan şok qalsın yana. Men tayarlıq qoyacağım. Kızımı ben üzerime açlık kılmam. Bundan sonra ben katliğine narazı. Hey, git de oylap kıl. Meni de arılsan bir gün külünü alamaysan. Kulağının kendini kılınla. Bundan sonra ben narazı. Şundak. Nime? Xatim nime? Oğlum adet ne? Ne kadar kımanla balırımız iti bakarada. Xatim nime? Çıkma öydün. Çıkay. Ağzımda bakalım bir kep çıkıp şuraya bakalım. De. Ama akıl de. Kulağımı kaypırınla. Demse? De. Hazır de. Makul. Hazır de. Kulağımı kaypırınla. Hitinleri ben almayayım. Çıkay öydün. Sen özün küçük oğamını ediyen xeyli kon iken bana. Sen yani onu ögey dep qaravatamsın. Mayli kimdi kim bo'lmasin, mayli öz ana bo'lsin, ögey ana bo'lsin. Onalik mas'uliyatini yaxshi ado qila oladigan. Bu yaxshi ana. Qarab baqina Maysxonni. Shuni g'ayratning o'zining onasi. Nima desa ha deb o'gt qo'yib, mana endi uni yo'ldan chiqardi. Endi beshini tosh urgan bilan o'rniga kelmaydi. Men Maysxon bilan chiqib so'zlashmoqchidim. Meni saqlab qolsa men chiqib baqay. Birden oturup çıksılar. Tamakım pişip kalgan emesin. Jamila Hanım, kızınız ko'rayotgan xaridorlar bilan yangi fason kiyimlarni ko'rayapti. Shunga qabrimizni bavo xizmat vaqtida boshqalarning diqqatini bo'lishga qat'iy ruxsat qilmaydi. Biroq Jamila Hanım, sizga alohida muomala qiladi. Hech vaqasi yo'q. Men uni biroz kutib tursam bo'ldi. Xayr, xo'sh.
Dostlar. Ha. Bu kreditin kim çıkış magazini? Nerede mi? Gördüm onu. O kartı geldi. Ne dediniz?
Açın soqqan toşqanning dadey vayadar gül Jangılda vasiba cannadar gül Jangılda vasiba cannadar gül Biz vay gırip musafirning dadey vayadar gül Nasiba Biz vay gırip musafirning dadey vayadar gül Bu yotta vay nasiba Anam ghaniyem deb yig'lay dadey
Vayadar gül Atamga niyem dep jığılay Canadar gül Atamga niyem dep jığılay Canadar gül Etim niyen al dedin aşkında dey Vayadar gül Saman deksa sargıyıp şiğler Saman deksa sargıyıp şiğler Çılan bak barmağla vay bala Çılan bağda cilan bağ Çılan bağda cilan bağ Meğer niyetgen billen yarım humalı Yarının köngülde vay kim var Meğer niyetgen billen yarım humalı Yarının köngülde vay kim var Attım deryaga vay bala Leyli velip çökmeydi Leyli velip çökmeydi Yarımın otları yarım humalı Yaldılaydı öçmeydi Yarımın otları yarım humalı Yaldılaydı öçmeydi Yarım barmağın toyga vay bala Men sormay baralmay Men sormay baralmay Yarın köngli bek nazuk
salay yani Gel yadimga yetkende içmey koy men çayni İçmey koy men çayni Yar yadimde bam men Osman dik ay bulur Cimi alemni tenkese Cimi alemni tenkese Yalendi çay bulup devleri köydese Levlerimni köydese Yar yadımda bağme Osman dik ayimse Könlümdeki yarimse Könlümdeki yarimse Akşimi karanlıkta yandığın çırağımse Yandığın çırağımse Ya yadımda bağme Akşimi karanlıkta yandığın çırağımse Yandığın çırağımse Ya yadımda bağme Makan badık. Av Turpan Shinto bazardaki makan soda şarkısının dukanları şiddet bilen setilip gitken tok. Biz Şey şuraya badık. bağam. Әммің макан макалы дейсің ғой. Мәмі макандың дүка іліп ашмаймын мұ? Бәлі. Barayla makanға қарысла дегем. Pek yaxşı oldu. Қарысла дегем. Макандың. Bay buluş kövrügünüz Turpan makan soda şəhərçisi. Farzandlarimizga kalsiy va senik to'liqlayli. Men izchil jajagani ishlatib kelyapman. Kalsiy nisbati 20% ortiq. O'g'iz sutidagi kalsiy va senik nisbati bilan tanglashidi. Qabul qilinishi yaxshi. Jaja kichik do'stlarning yaxshi do'sti. Al-Madad unları məxsus itizlikdə sap təbii, ziyansız buğdaylardan işlənidi. Ilğar zavodda kuniga 1000 xalt ishlab chiqarsimi ehtiyojni qondiramaydi ekan. Hech qanday xuruj qo'shmay, tabiiy ham sifatli ishlangan tursa. Yana nima ham yeymiz? Endi mushu unni yeymiz. Sap tabiiyda bir hikmat, mana bu dal Al-Madad. 炒面、拌面、菜盖面、Al-Madad面，天天都见面。 Tabiiy yemeklerin ijodkori Al-Madad. Al-Madad unlari. Sanitimizning o'tmishi va bugundan xabardor bo'lgansiz bormi? Cho'lponlarning oilasi haqidagi paranglarga qiziqamsiz. Siz yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan sirdoshligingiz bormi? Tangirtoq san'ati programmasi sizning yuqori talablaringizni to'liq o'rinlaydi. Diyarimiz san'at ishlarining o'tmishi va taraqqiyotidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, san'at sohasidagi danglik cho'lponlar bilan tanishishni o'ylasangiz, shunaqla san'at uchurlaridan vaqtida xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz Okean televiziyasining sarxil kanallarida bo'lsin. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Kelar son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.